Xitoy hukumatining qonxo'r raisi Shi Jinping Janubiy Afrikadagi ziyoratini oyoqlashtirgandan keyin Sharq Turkistonning Urumchi shahrida ziyoratda bo'ldi. Jallod Shi xalqaro tanqidlarni hech pisandga olmay, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatda texmi qattiq bo'lishini talab qilgan. Egilishicha, Shi Jinping shanba kuni Sharq Turkistonning Urumchi shahrida so'z qilib, atalmış terörlükka qarshi turish tadbirlarini kuchaytirishni, Uyg'ur va rayondagi boshqa turkiy millatlar e'tiqod qiladigan islom dinini xitoylashtirishni davomlashtirish zarurligini ta'kidlagan. U ijtimoiy muqimlikni eng muhim tutqi qildi. Buni uzluksiz davomlashtiradiganligini ta'kidladi. Shi so'zda yana nurg'un demokratik davlatlar tarafidan irqiy qirg'inchilik jinoyat deb atalgan atalmış Şinjan siyosatini talab qilgan. Shi Jinpingning bu qaroriga qarta Sharq Turkiston informatsion va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq bayonot berdi. Xitoy kommunistlarining diktator raisi Shi Jinping, sen 10 yildan beri islom dinini xitoylashtirib bo'lding. Hozir Sharq Turkistonda salom so'zimi qo'llanilmaydi. Hatto boshqalar salom desa va alaykum assalom deyolmaydi. Ijtimoiy muhimlikni davomli ko'zatishni debsan. Ikki odam bir-biri bilan xotirjam salomlasholmasa, nima ijtimoiylik bo'lsin? Demek şunu görüp elişki buldu ki, Jallod Shi yo'qolmag'icha Sharq Turkistondagi qirg'inchilik to'xtamaydi. Shundaqla dunyoga elib berilayotgan baloyi ofatlari to'xtamaydi dedi. Qarqash apandi yana mundaq dedi. Yaqinda Dunyo islom tashkilotlari Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lib, zolimning foydasiga tashviqot elib bordi. Sizlarning ichinglarda haqni ko'raligidek bir erkak, bir musulmon yo'qmi? Pokiston va Xitoyning sirtmiqida bo'g'ildi. Arab ellardagi iqtisodiy yaxshi davlatlarga nima bo'ldi? Ulardagi dinni o'qiganlarga nima bo'ldi? Shi qo'pib islomni xitoylashtirman desa, buni zuvan chiqarmaydigan holga kelgan musulmonlar beshinglarni silkib etinglar. Rizqning Alloh tarafidan ekanligiga iymon etgan ekansizlar, zuvaninglarni chiqaringlar. Taqdiringlarni bir jallod kommunistiga bog'lab, nafsinglarni pisqi puchur bilan kamsitmanglar.